Bugun sizlar bilan nega hamma eski Telegram guruhlarini sotib olmoqchi bo'layotganiga javob topasiz. Nima uchun sizdan eski Telegram guruhlarini sotib olishmoqchi? Buning bir nechta sabablari bor. Birinchidan, sizdan sotib olinayotgan eski Telegram guruhlar eski ochilgan bo'lsa, ularga nakrutka urish imkoniyati, ya'ni fake odamlar, fake insonlarni qo'shish imkoniyati ega bo'ladi. Ya'ni kirganingizdan 10 mingta, 20 mingta foydalanuvchi bilan boshlaydi. Bu birinchi sabab. Ikkinchisi, eski Telegram guruhlari qidiruvda tepada birinchi chiqadi. Ya'ni qanchalik u guruh eski bo'ladigan bo'lsa, Telegram uni ishonchli deb hisoblab, birinchi, ikkinchi, uchinchi teparoq ko'rinishda chiqadi. Undan tashqari, uchinchida, misol uchun sizni aldashmoqchi, masalan, har xil investitsiyaga kiriting, boshqa narsa kiriting deb har xil guruhlar, kanallarga sizni a'zo qilib qo'yishayotgan bo'lsa, guruhlar haqida gaplashyapmiz. Guruhlarga a'zo qilib qo'yishayotgan bo'lsa, u yerda ko'pchiligi fake odamlar bo'ladi. Masalan, 20 mingta foydalanuvchi, 20 kishi ishonadi deb o'ylaydida, xuddi o'sha odamlarni tezroq aldash uchun instrument bo'ladi. Ya'ni ikkita yaxshi, bitta yomon sabablari bor. Endi uni qaysi birida sizdan sotib olib ishlatishadi, bu endi so'roq ostida. Agar siz boshqa sabablarni bilsangiz, kommentariyada yozib qoldiring.